Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, barchangizga xayrli kun bo'lsin. Do'stlar, bugun Books Money saytida sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Bu saytda hech qanday sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Sayt manzilini video ostida va kommentariyada qoldiraman. Ustiga bosasizda saytga olib kiradi. Keyin bu yerdan ro'yxatga o'tib, hech qanday sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Do'stlar, mana oddiy podpiska Telegram 1 rubldan. Podpiska Telegram 1 rubldan. Registratsiya sayt 2 rubldan. Oddiy podpiskalar uchun 1 rubl, 1,5, 2 rubldan beradi do'stlar. Juda yaxshi sayt. Zadaniyalar esa juda oddiy do'stlar. Saytga gap bo'lishi mumkin emas. Dizayni ham chiroyli. Maza qilib ishlashingiz mumkin. Aytganimdek, sayt manzili video ostida va kommentariyada bo'ladi. Keyin do'stlar, saytdan pul chiqarish. Birinchi pul chiqarishni aytib o'tay. Keyin to'liq qanday ro'yxatga o'tiladi, qanday tasdiqlanadi, hammasi haqida to'liq tushuntirib o'taman do'stlar. Pul chiqarish. Mana hisobimiz ustiga bosamiz. 9 rublga qolgan. Tron kriptovalyutasida chiqarishingiz mumkin. Minimum 700 rubl bo'lgandan keyin. FK Wallet bor, 150 rubl. Faucet Pay. Eng yaxshisi Faucet Pay do'stlar. Faucet Pay kошелегiga 50 rubl yig'ilsa bo'ldi. Faucet Pay kошелегimizga chiqarib olishingiz mumkin. USDT qilib. Ya'ni teaser qilib chiqarib olishingiz mumkin. Keyin Faucet Pay kошелеги haqida ham video qilganman do'stlar, hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, YouTube kanalimizga kiramiz. Mana videolar bo'limiga o'tamiz. Pastroq tushamiz. Mana do'stlar. Faucet Pay kошелек ochish va ishlatish. To'liq ko'rsatib o'tganman. Qanday pul kiritiladi, qanday chiqariladi, pul kiritish uchun manzil qayerdan olinadi, qanday saqlanib qilinadi, hammasi haqida to'liq tushuntirib o'tganman do'stlar. Mana shu yerga kошелекka pul chiqarish, kошелекda yig'ishimiz mumkin. Kошелekning ichida обмен qilishimiz ham mumkin. Bir kriptovalyutani boshqasiga обмен qilishimiz ham mumkin do'stlar. Keyin Faucet Payda pul yig'amiz-ku. Faucet Payning ichida pul yig'ilgandan keyin uni qanaqa qilib so'm qilish, u haqida ham video qilamiz. Lekin Payrdan hammaga xabar kelgan bo'lsa kerak. Payr kошелек уже yopilish arafasida bizda mintaqada sanksiyalar bo'yicha. O'shaning uchun Faucet Paydan qanday pul chiqarish bo'yicha ham kriptovalyutani qanday qilib so'm qilib chiqarib olish bo'yicha ham video qilamiz, xudo xolisa. Lekin hozircha kimda kriptovalyuta bo'lsa, mana shu Books Money saytida yoki shunga o'xshash saytlarda pul yig'ilgan bo'lsa, chiqarishda yordam beramiz do'stlar. O'zimiz. Lichkamni Telegram kanalimda qoldiraman. Bemalol Telegram kanaliga ham obuna bo'lib nima qilishlaringiz mumkin. Telegram kanal manzilini ham video ostida va kommentariyada qoldiraman do'stlar. Shu endi saytdan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Buni skrinshot qilib qo'ygandim. Saytdan ro'yxatdan o'tish kommentariya video ostida manzili bor. Ustiga bosasiz saytga olib kiradi va mana shunday ko'rinish chiqadi do'stlar. Keyin mana bu yuqorida 3 ta chiziqcha bor. Ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin registratsiya tugmasi chiqadi. Registratsiya ustiga bosamiz. Mana bunda bo'sh yo'lak chiqadi. Bu yerga ismimizni yozamiz. Login. Xohlagan ismingizni yozishingiz mumkin. Bu yerga emailimizni yozamiz. Bu yerga parol yozamiz. Parol do'stlar. Bitta katta harf qatnashishi kerak. Kichkina harflar qatnashishi kerak. Keyin bitta belgi, masalan, sabachka belgisi yoki chiziqcha, shunaqa belgi bitta qatnashishi kerak. Mana ko'zni ustiga bossangiz, parolingiz qanday yozilayotganini o'zingiz ko'rib olasiz va saqlab qo'yamiz parolni. Keyin zaregistrироваться tugmasini ustiga bosamiz. Shu bilan ro'yxatdan o'tgan hisoblanamiz do'stlar. Keyin ro'yxatdan o'tganimizdan keyin reklamodatelda turibdi. Reklamodatel emasmiz, biz исполнитель ustiga bosamiz. Agar belgilanmasa, mana bu saytning ichidagi reklamodatel ustiga bosib, исполнительni belgilab qo'yamiz do'stlar. Ya'ni biz reklama bermaymiz, ish bajaramiz bu yerda. Shu. Исполнительni пользовательni belgilaganimizdan keyin saytda mana shunday ko'rinish chiqadi. Подтвердить email.
Подтвердить email yozuvini ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin email pochtamizga xabar boradi do'stlar. Email pochtamizga xabar boradi. Ko'rsatib mana bunday xabar bo'ladi do'stlar. Email pochtamizga keldi. E'tibor bergan bo'lsanglar, spam bo'limiga kelgan. Email pochtamizga asosiy nimaga keladi yoki spam bo'limiga kelishi mumkin. Ustiga bosamiz. Keyin xabarni pastroqqa tushamiz. Xabarning ichiga kiramiz, pastroq tushamiz. Подтвердить email yozuvi chiqadi. Подтвердить email bosamiz ustiga. Keyin Buxmenu saytiga olib o'tadi va mana ваш email успешно подтвержден bo'ladi. Va kabinet bosib, kabinetimizga o'tib olishimiz mumkin. Kabinetimizga o'tganimizdan keyin ham mana bu успешно degan yozuv chiqadi. Shu bilan email pochtamiz tasdiqlanadi do'stlar. Tasdiqlamasak pul chiqara olmaymiz. Keyin do'stlar, pastda profil bo'limi bor mana bu. O'shani ustiga bosamiz. Общий настройка. Mana shuni ustiga. Keyin do'stlar, profil bo'limini bosganimizdan keyin bu yerga imya yozamiz. Mana bu yerga tug'ilgan yilimiz, mana bu yerga o'g'il bola yoki qiz bola ekanligimiz, mana bu qachon ro'yxatdan o'tganimiz turadi. Bu yangi ro'yxatda o'tib ko'rsatyapman sizlarga. Keyin сохранить tugmasini bosamiz do'stlar. Shu общий настройкani o'shana qilib to'g'rilaymiz. Keyin кошелек VIP lata bor. Ya'ni pul chiqarish uchun kошелeklarni bu yerda сохранить qilishimiz kerak do'stlar. Xohlagan kошелек manzilini kiritishimiz mumkin. Mana bu yerga PausatPay'dagi Tron emas, teaser manzilini kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerga. Agar PausatPay'ga chiqaradigan bo'lsak. Keyin сохранить tugmasini bosamiz bu yerga ham. Shu. Keyin do'stlar, avtorizovание akkaunt. Mana bu yerda VKontakte bor, YouTube bor. Ikkalasini ham ulab qo'yishimiz kerak. Men VKontakte'ni ulaganman. U qanday ulashni o'zlari ko'rsatadi. YouTube'ni ham hali ulamaganman. YouTube'ni ham ulab qo'yishingiz mumkin. Ikkalasini ham ulab qo'ysangiz ko'proq zadaniyalar chiqadi do'stlar. Yuqorida настройка оповещения bo'limi bor. Bu yerda Telegramni ham ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi shu do'stlar, shu bilan saytdagi akkauntimiz to'liq ish boshlashimizga tayyor do'stlar. Endi zadaniya bo'limiga o'tamiz. Har xil zadaniyalar bor. 2 rubl, 2 rubl, 1 rubl ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda VIP zadaniya bor. Birinchi mana shularni bajarib olsak ham bo'ladi. Oddiy zadaniyalar do'stlar. Bajarib ko'rsataman. Zen Yandex.Zenga obuna bo'lishingiz mumkin. Buning uchun Yandex.Zenda akkauntimiz bo'lishi kerak. Akkaunt ochib qo'yishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarni deyarli barchasidan akkaunt ochib qo'yishimiz kerak do'stlar. Bizga ishlashimizga kerak bo'ladi. Подписаться Telegram. Ustiga bosamiz. Vyполнить. Ustiga bosdik. Endi подпишитесь на Telegram. Пришлите скриншот, где видно, что вы подписались. Buni o'zbekcha qilib olishimiz ham mumkin do'stlar. Tushunmaydiganlar bo'lsa, brauzerimizda 3 ta nuqta. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. 3 ta nuqtani ustiga bosamiz. Tarjima qilish ustiga bosamiz. Ruscha, o'zbekcha belgilandi. O'zbekcha qilib berdi. Agar o'zbekcha chiqmasa, mana bu настройкасini ustiga bosamiz. Boshqa tillar bo'limida ustiga bosib o'zbekchani tanlab qo'yishimiz kerak. Mana shu boshqa tillarni ustiga bosishimiz kerak. O'zbekchani belgilab qo'ysak, har qanday saytni o'zbekcha qilib beradi bizga. Telegramga obuna bo'ling. Iltimos, obuna bo'lganingizni ko'rsatuvchi skrinshot yuboring deyapti. Vazifani boshlash tugmasini bosamiz. Vazifani boshlash tugmasini bosganimizdan keyin mana vaqt ketdi do'stlar. 12 soat ichida bajarishimiz kerak. Bajarishni davom ettirish bosamiz. Mana do'stlar, saytga olib o'tdi. Qo'shilish tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Endi bu kanalga qo'shildingiz yozuvi chiqadi pastda.
teparoq tortsak, keyin skrinshot olamiz do'stlar. Keyin shu joydan skrinshot olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Skrinshot olindi. Endi saytga qaytib olamiz. Saytda mana zadaniyamiz turibdi. Pastroq tushamiz. Добавить skrinshot ustiga bosamiz va boyagi skrinshotni ustiga bosamiz do'stlar. O'sha добавить skrinshot ustiga bossak, rasmlar chiqib keladi. O'shaning ichidan boyagi olgan skrinshotimizni belgilaymiz va kiritish tugmasini bosamiz pastda. Mana do'stlar, skrinshotimiz yuklandi. Bo'ldi, отправить отчет bosamiz. Bo'ldi do'stlar, oddiy video qilib ko'rsatayotganim uchun uzoqroq nima bo'lyapti, lekin bir necha sekund ichida bajarishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqa vazifalarni. Bunaqa vazifalar juda ko'p ko'rib turibsizlar. Yaxshigina pul ishlash mumkin do'stlar bu saytdan. Keyin mana zadaniyalarga qaytib olamiz do'stlar. Mana bu yerda. Endi pul tushadi. Ular tekshirib ko'radi. Haqiqatan to'g'ri bajargan bo'lsangiz pul tushadi do'stlar. Pul tushishini kutib o'tirish shart emas. Bajarib ketaverasiz. Pul qachon bo'lsa ular tekshirib ko'rib hisobingizga tashlayveradi. Mana bu yerda turadi do'stlar, mana bu bo'limlarda. Mana na proverka. Proverka, ya'ni tekshiruvda turibdi. Na proverka bosamiz. Boyagi bajargan vazifamiz tekshiruvda turibdi do'stlar. Vazifani bergan odam tekshirib ko'radi. Haqiqatda to'g'ri bajargan bo'lsangiz, hisobingizga pulni tashlab beraveradi do'stlar. Faqat xato bajarmanglar, aldashga harakat qilmanglar ularni. Chunki saytdan ban olishingiz mumkin, ya'ni hisobingiz o'chib ketishi mumkin saytda. Xuddi shunday do'stlar. Keyingi videomizda boshqacha vazifalarni ham bajarib ko'rsatib beraman do'stlar. Oddiy vazifalar, maza qilib pul ishlashingiz mumkin. Pul chiqarish haqida ham video bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi videomizda zadaniya bajarib ko'rsatsak, undan keyingi videomizda pulni chiqarib ko'rsatib beraman do'stlar. Keyin kriptovalyutalarni so'm qilish haqida ham albatta video bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Hammasi haqida video bo'ladi, xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa bitta like, izohlarda savollaringizni berishingiz mumkin. Barcha ishingizga omad, omadlaringiz bersin. Salomat bo'lasizlar.